Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Ba'zi solih salaflarga narx oshib ketdi deb odamlar kuyinishib narx haqida gapirishganda u zot istig'for aytish bilan pasaytiringlar deb nasihat qildilar. Bir arobiyga bug'doy non 1 dinorga qimmatlashdi deganda u zot aytgan ekanlarki, bir dona bug'doy, bir donasi 1 dinor qimmatlatsa parvo qilmayman. Bilasizlarmi nimaga parvo qilmayman? Men Allohga u buyurganidek ibodat qilyapman. U zot ham menga va'da qilganidek albatta rizq ato qiladi deb javob bergan ekanlar. Ya'ni sen ibodatni qil, Allohni tani, Alloh buyurgan yo'lda bardavom bo'l, hidoyatingni sobit qilgin. Bir dona bug'doyni bir donasi 1 dinor bo'lganda ham seni rizqing xonadoningga kirib kelaveradi deb shu nasihatni qilgan ekanlar. Odamlar Salama ibn Dinorni huzuriga kelib, "Ey Abu Hozim, qarang, narxlar qimmatlashib ketdi" deb aytishganda u zot, "Nima uchun bu haqda g'am qilyapsizlar? Nimaga tashvish chekyapsizlar? Arzonligida rizqlantirgan zot qimmat bo'lganda rizqlantirmaydimi? Albatta rizqimizni Xudo yetkazadi. Biz mehnat qilib, Allohdan umid qilib harakatimizni qilaveramiz, Alloh taolo rizqimizni yetkazaveradi" deb javob berdilar. Xuddi shunga o'xshagan Ibrohim ham haj qilish maqsadida yo'lga chiqdilar. Shunda bir kishi tuyasini ustida turib, "Ey Ibrohim, yo'l bo'lsin" dedi. Shunda u kishi aytdilarki, "Ibrohim ham haj qilgani ketyapman" deb javob berdilar. U odam aytdiki, "Ey Ibrohim, qani ulovingiz? Yo'l uzoq-ku" dedi. Ibrohim ham aytdilarki, "Ulovim ko'p, ammo sen ularni ko'rmayapsan" dedilar. "Qani o'sha ulovlaringiz, ayting, ko'rsating" deganda Ibrohim ham aytdilar, "Agar biror musibat yuz bersa, sabr uloviga minaman. Agar ne'mat kelsa, shukr uloviga minaman. Agar qazoyi qadar ro'y bersa, rozilik uloviga minaman" deb chiroyli qilib javob berdi. Shunda haligi kishi nihoyatda ta'sirlanib, Allohning barakasiga burkangan holda, "Ey Ibrohim, yo'lingizda davom eting. Aslida siz ulovda ekansiz, men esa piyoda ekanman" deb javob beribdilar. Agar chandiki ulovni tepasida ketayotgan bo'lsam ham, hali men ulovga minmabman, men piyoda ketyapman ekan deb yig'lagan ekanlar. Azizlar, bir odamning xonadonida uni bor, yog'i bor, tishligi bor, sog'ligi bor, bola chaqasi atrofida yuribdi, yaxshi ulovlarda minib yuribdi. Mana shu sog'ligi ham bitta ulov, tishligi ham bitta ulov, farzandlarni atrofida, ota-onani atrofida turishligi bir ulov. Shularga shukr qilmagan odam o'sha o'zini atrofidagi ulovlarni inkor qilgan odam bo'lib qoladi. Azizlar, Alloh taolo ushbu nasihatlardan o'zimga, hammamizga nasiba bersin.